Hammaga salom, sizlar bilan YouTube yangiliklari. Faoliyatimizda uzilishlar bo'lganligi sababli oxirgi 2 hafta ichida bo'lgan yangiliklarni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Kuni kecha MSJ'ning kanali sotilishi mumkinligi haqida post qoldirdi. Agar hozirgi kanal sotilsa, yangi akkauntiga o'tishingiz uchun ushbu post qoldirgan. YouTuber Taemitsu yozgi ta'tilda comeback qila olmasligi haqida post yozib qoldirdi. Bir necha kun Taemitsu kanalidagi barcha videolar texnik nosozlik sabab auditoriyaga ko'rinmadi. YouTube'da birinchilardan bo'lib faoliyatini boshlagan Aura Entertainment comeback qilishi va birinchi mini albom chiqarish haqida post yozib qoldirdi. YouTuber Ryuhonjo esa 1-iyun kuni bir haftalik comeback qildi. YouTube'da bo'layotgan mojarolarga kelsak, Ryuhjonkalar NVX Entertainment Ryuhonjo ketganidan keyin aktivi tushib ketganligini hamda NVX Entertainment o'z memberi Fanboy Daddy'ni tarafini olganligi uchun Entertainmentga boykot e'lon qilishlarini aytib post qoldirishgan. Ryuhonjo va Fanboy Daddy o'rtasida ham tortishuvlar bo'lib o'tmoqda, lekin bu haqda YouTube yangiliklar jamoasi to'liq ma'lumotga ega emas. 28-may kuni YouTuber Muhashfan Ryuhonjoning Telegram kanalidagi ovozli xabar va postlarni yig'ib video joyladi. Ovozli xabarda Fanboy Daddy'ning nafsoniyatiga tegadigan gaplar aytilgan va Muhashfan Fanboy Daddy'ni oldida turish haqida aytib o'tgan. Ryuhonjoning aytishi bo'yicha Fanboy Daddy'ning o'zi Xonjoni yomonlab g'iybat qilgan, lekin Xonjo hali hech qanday isbot dalil keltirib bermadi. Fanboy Daddy esa isbot talab qilyapti va Telegram yoki Instagramda unga bog'lanishga harakat qilganligi, lekin Xonjo Telegramdan Fanboy Daddy'ni bloklab qo'yganligi haqida post qo'ydi. Bugun bizda bor yangiliklarni qisqacha yoritib berishga harakat qildik. Oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat.